Assalomu alaykum. Hozirgi mavzu plazma lifting yoki PRP terapiya haqida bo'ladi. PRP terapiya bu angliski so'zdan olingan bo'lib, o'zbekchasiga perevod qiladigan bo'lsak, trombositlarga boyitilgan plazma degan ma'noni beradi. PRP terapiya haqida juda ko'p ilmiy maqolalar chiqqan. Hozirda tibbiyotda juda ko'p sohalarda, travmatologiyada, kosmetologiyada, urologiyada, ginekologiyada va nevrologiyada ham ishlatilyapti. PRP terapiyasi uchun bemorni birinchi o'zining venasidan 10-20 ml qon olinadi. Maxsus probirkada. Probirkaning ichida gel bo'ladi va natriy sitrat bo'ladi. Gelning vazifasi sentrifugaga qo'yilgandan keyin qonni shakli elementlar bilan plazmani yaxshi ajratib beradi. Ikkinchisi, probirkada hosil bo'lgan plazmani tez ivib qolishini oldini oladi. Sentrifugada o'tgandan keyin qon 3 ta qatlamga bo'linadi. 3 ta sloyga. Yuqori qismi plazma, o'rtadagi kichkina ingichka qismi trombositlarning massa, tagidagisi qizil eritrositlarning massa hisoblanadi. Bizga kerak bo'ladigan plazma va trombositlarning massa hisoblanadi. Plazma va trombositlarning massani olib, bemorga kerak bo'ladigan joyga blokada qilinadi. Endi buni mexanizmi qanaqa bo'ladi? PRP terapiyaning ta'sir qilish mexanizmida birinchi o'rinda trombositlarni oladigan bo'lsak, trombositlarning funksiyasi qon ivishda ishtirok etadi. Ikkinchisida qon tomirlarining ichida endoteliyasini oziqlantirishda ishtirok etadi va trombositlarning tarkibida faktor rosta bo'ladi. Asosiy yog'lanishga ta'sir qiladigani bu faktor rosta hisoblanadi. Faktor rosta yuborilgan blokada qilingan joyda to'qimalarning qayta tiklanishini yaxshilaydi. Qon aylanishini shu yerdagi yaxshilaydi. Venozning otoklarini kamaytiradi. Bo'g'im, tog'aylarni regeneratsiyasini yaxshilaydi. Umurtqa pog'onasi grejasida bunda ham yallig'lanish bo'ladi, lekin bu yerda no-infeksion bo'ladi. Ya'ni infeksiya tushmagan, bakteriya, viruslar tushmagan no-infeksion hisoblanadi. Organizm o'zining autoimmun prosessi hisobiga vasvalitilni jarayoni yuzaga keladi. Vasvalitilni jarayonida latinchasiga birinchi color, dollar, tumor, rubor, funksializis, ya'ni 5 ta jarayon bo'ladi. Qizarish, shish, og'riq, mahalliy tana haroratining ko'tarilishi va funksiyasining buzilishi. Trombositlarning massadagi faktor rosti yallig'lanishda kuzatiladigan shu 5 ta jarayonni hammasiga ta'sir qiladi. Va shu yerda yallig'lanish qaytadi, shishlar kamayadi, og'riq yo'qoladi va to'qimani qayta tiklanishini, regeneratsiyasini yaxshilaydi. Nevrologiyada qanday kasalliklarda ishlatishimiz mumkin? Birinchi o'rinda bel umurtqasi churralarida, ikkinchi spondilar artritlarda, ya'ni fascitis sustavlarda, umurtqa pog'onasining yon bo'g'imlarida yallig'langanda shu vaqtda shu bo'g'imlarga qilishimiz mumkin. Uchinchisi stabilniy spondilolistis. To'rtinchisi sariq bog'larning gipertrofiyasida sakralni blokada qilib yuborishimiz mumkin. Qachon qarshi ko'rsatmalar hisoblanadi? Qarshi ko'rsatmalar birinchisi onkologik kasalliklar bo'lsa, ikkinchisi qon kasalliklari bo'lsa, gemoglobin past bo'lsa, uchinchisi septik jarayon bo'lsa, tana haroratining ko'tarilishi kuzatilgan bo'lsa, to'rtinchisi qandli diabetning dekompensatsiya fazalarida, jigar buyrak yetishmovchiligining dekompensatsiya fazalarida ishlatilmaydi. PRP terapiyani o'rtacha 3 marta 3 ta seansda o'tkazishimiz mumkin. Oralig'i 2-3 kun hisoblanadi. PRP terapiya qilishimizda probirkani ham roli katta bo'ladi. Ya'ni 5 minglik probirkalar bor va 45 minglik probirkalar bor. 45 minglik probirkalar qum soatiga o'xshaydi, o'rtasida sal bo'g'iq joyi bo'ladi. Shu pastki qismida eritrositlarning massa cho'kadi, yuqorisida plazma va bo'g'ilgan joyga yaqin joyda trombositlarning massa bo'ladi. Qanchalik trombositlarning massa ko'p bo'lsa, shunchalik faktor rosta ko'p bo'ladi va yallig'lanish prosesini shunchalik tez yaxshi bo'lishiga olib keladi. PRP terapiyada trombositlarning massa normaga nisbatan 3-5 barobar ko'proq bo'ladi. Shuning hisobiga tarkibidagi faktor rostani ham miqdori ko'proq bo'ladi va yallig'lanish jarayonini tezroq ketkazadi. Umurtqa pog'onasining grejalarida ham yoki sariq bog'lamning gipertrofiyasida ham qachon qilishimiz mumkin?
qachon mumkin emas, ularda ham ko'rsatmalari bor. Agar umurtqa pog'onasi grejasi katta bo'lsa yoki uzilib osilib qolgan bo'lsa yoki foraminalniy bo'lsa yoki katta kichik hojatlari beixtiyor bo'lib qolgan bo'lsa, oyoqda falanjlanishlar boshlangan bo'lsa, ular hammasi qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Sariq bog'lamning gipertrofiyasida ham uni MRT xulosasiga qarab, bemorning shikoyatlariga qarab, qanchalik yura olishiga 50 metrga yura oladimi, 20 metrga yura oladimi, keyin o'tirib qolishi, oyoqlari uyushib qolishi va shularga qarab sariq bog'lamga PRP terapiya o'tkazishning o'zining ko'rsatmalari bor, qarshi ko'rsatmalari bor. PRP terapiyasi haqida qisqacha mana shu ma'lumotlarni sizlarga yetkazmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar.